Mamlakatga kirib kelayotgan har bir sayyoh birinchi qadamini aeroportga qo'yadi. Shu bois bu manzilda ularning xavfsizligini ta'minlash, foydalanuvchilarga munosib xizmat ko'rsatish muhim hisoblanadi. Ayni maqsadda Toshkent xalqaro aeroportining uchib kelish zalida aviatsiya transporti prokurori hamda Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi rahbariyati tomonidan chegara bojxona posti xodimlari ishtirokida profilaktik tadbir o'tkazildi. Navbatdagi lavhamizda bu haqda batafsil so'z boradi. Toshkent xalqaro aeroportining uchib kelish zalida aviatsiya transporti prokurori hamda Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi rahbariyati tashabbusi bilan chegara bojxona posti xodimlari ishtirokida navbatdagi profilaktik tadbir o'tkazildi. Tadbirda xodimlarning faoliyati ko'zdan kechirilib, sohadagi yutuq va kamchiliklar o'rganildi. Shuningdek, ish jarayonida korrupsion holatlarni oldini olish, fuqarolar bilan doimiy ravishda xushmuomalada bo'lish kerakligi ta'kidlandi. Shu bilan birga tadbir doirasida yo'lovchilar hamda tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilari bilan ochiq muloqotlar tashkil etilib, mavzu yuzasidan ularning taklif va fikrlari tinglandi. Hozirgi vaqtda davlatimizda juda ko'p ro'y berayotgan o'zgarishlar, qonunchilikda juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Ayniqsa korrupsiyaga qarshi kurash tizimini kuchaytirish hamda takomillashtirish. Bular nimadan iborat? Avvalambor har bitta xodim o'zini bajarayotgan ish jarayonida majburiyatlarni o'z vaqtida bajarish, qonunlarga so'zsiz rioya qilish. Bu nimadan iborat? Tartib, intizom, o'z vaqtida yuklatilgan vazifalarni bajarganda qonunlarni buzmaslikka harakatlar bo'lsa, korrupsiyaga qarshi kurash tizimiga e'lon qilingan tadbirlarga rioya qilamiz. Har bitta xodim fuqarolar bilan chiroyli, yaxshi ma'noda gaplashish kerak. Nima bo'lsa ham jinoyatmi yoki ma'muriy huquqbuzarlik sodir qilgan bo'lsa, ularning huquqlarini birinchi avvalambor tushuntirish kerak. Nimani sodir qilgan, qaysi talabni buzgan, nima huquqlari bor. Prezidentimiz muhtaram Shavkat Mirziyoyev 3-mart kuni Milliy kengashda korrupsiya to'g'risida juda ko'p fikr bildirildi, juda ko'p talab qo'ydilar. Shu talabni biz qabul qildik. Korrupsion yoki boshqa noqonuniy harakatlarga o'ylaymizki, boshqa tizim xodimlari yo'l qo'ymaydi. Bugun Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi hamda Toshkent aviatsiya prokuraturasi prokurori hamkorligida tadbir o'tkazildi. Ushbu tadbir bevosita Toshkent xalqaro aeroportining uchib kelish zalida bo'lib, dastlab tadbirda yo'lovchilar bilan suhbat olib borildi. Ularga yaratilgan aeroportdagi sharoit hamda ularga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar o'rganildi. Shundan so'ng fuqarolarning bojxona xodimlari tomonidan bojxona nazorati hamda rasmiylashtiruvdan o'tkazilish jarayonlari hamda ular bilan amalga oshirilayotgan bojxona to'lovlari yuzasidan ishlar o'rganildi. Hamda yurtboshimiz tashabbusi bilan hozirgi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari yuzasidan bojxona xodimlari bilan suhbat o'tkazildi. Bu kabi tadbirlar muntazam ravishda davom ettirilmoqda.